22 may Xalqaro biologik xilma-xillik kuni. Yurtimizda biologik xilma-xillikni saqlab qolishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirib kelinmoqda. Qoraqalpog'istonda bu borada olib borilayotgan ishlar misolida mavzuni davom ettiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasining bioxilma-xillik va muhofaza etiladigan tabiiy hududlar masalalari bo'limi tomonidan o'simlik dunyosi va hayvonot dunyosini muhofaza qilish maqsadida reyd tadbirlari amalga oshirilmoqda. Bunda asosiy e'tibor o'simlik va hayvonot dunyosiga keltirilishi mumkin bo'lgan zararlarni oldini olish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, fuqarolarning qonun talablariga rioya qilishini ta'minlash va aholi orasida tushuntirish ishlarini olib borishga qaratiladi. Sudochi Axbetke davlat buyurtma qo'riqxonasining umumiy yer maydoni 280.507 gektar bo'lib, bu yerda qirg'oq landshaftlari, kanallar, kollektorlar va ulardagi suv oqimi, suv atrofida yashovchi qushlar, noyob, yo'q bo'lib ketish xavfi ostida bo'lgan baliqlar, yirtqich qushlar va sut emizuvchi hayvonlarni saqlab qolish hamda ularni qayta ko'paytirish borasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Qoraqalpog'istonlik bir qator olimlar aynan Axbetke massivida O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan yovvoyi tuyoqli hayvonlardan qulon, jayron, Prjevalskiy oti, sayg'oqlarni orolning qurigan maydonida hosil bo'lgan o'rmonzorlarda yarim erkin sharoitda ko'paytirish va keyinchalik ularni yovvoyi tabiatga qaytarib yuborish bo'yicha loyiha takliflarini ilgari surmoqda. Sudochi ko'llar tizimida O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kirgan 44 dagi qushlarning 30 turi, tabiatni muhofaza qilish xalqaro tashkilotining yo'q bo'lib ketish xavfi ostidagi turlarning qizil ro'yxatiga kiritilgan 24 turdagi qushning 18 turi yashaydi. Ayni paytda qushlar tuxum bosayotgan bois ularning parvozi kam kuzatiladi. Qo'rqqana hududida muntazam ravishda nazorat tadbirlari olib boriladi. Bu yerdagi jonivorlar, qushlar va ko'llardagi baliqlarning noyob turlarini asrab qolish, ularning sonini oshirish maqsadida ularning muhofazasi kuchaytirilgan. Shuningdek, Sudochi hududida turli tarixiy joylar, tabiiy hududlarda ekoturizmni rivojlantirish maqsadida turli loyihalarni joriy etish oldida turibmiz. Bu yerda 12-asrga oid mayoqlarning o'rnlari, ya'ni tepaliklarda saqlanib qolgan. Bir paytlar savdo karvoni uchun xizmat qilgan. Bu yodgorliklarni asrab qolish va turistlarni jalb qilishni rejalashtirganmiz. Janubiy Ustyurt milliy tabiat bog'i hududida 2021-yil Buxoroda joylashgan Jayron pitomnigidan 17 bosh turkman quloni ko'chirib olib kelingan edi. Ana shu qulonlar bu yil bolalagan ekan. Turkman qulonlari butunlay yo'q bo'lib ketish xavfi arafasida turgan, lokal tarqalgan kenja tur sanaladi. Bu jonivor O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq va Qo'ng'irot tumanlari hududlarini o'z ichiga olgan Saygachi majmua buyurtma qo'riqxonasi Davlat ekologiya qo'mitasiga qarashli bo'lib, asosiy ish faoliyati O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi va tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqining qizil ro'yxatiga kiritilgan sayg'oq va boshqa noyob, yo'q bo'lib ketish xavfi ostidagi hayvonlar, qushlar va o'simliklar turlarini muhofaza qilishga qaratilgan. Jayron pitomnigida ko'paytirilayotgan turlarning populyatsiyasini saqlab qolish maqsadida Fanlar akademiyasi tavsiyasiga asosan jami 13 bosh turkman qulonini qo'riqxonaning Jidali bo'limiga ko'chirish ishlari amalga oshirildi. Qo'riqxonaga tegishli Almanbet va Duana qo'riqlama zonasi hududidagi eski quduqlardan maxsus suv nasosi orqali 40 metr chuqurlikdan suv chiqarildi va ko'chatlarni sug'orish ishlari olib borildi. Bir so'z bilan aytganda, Orolbo'yi mintaqasida mazkur muhofaza qilinadigan hududlarning tashkil etilishi o'lkamizda biologik xilma-xillikni saqlab qolishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarning muhim yo'nalishlaridan hisoblanadi.